Bu videodan keyin kulib turgan klounlardan qo'rqib qolasiz. Tasavvur qiling, tungi soat 3. Bir yigit kechasi charchab ishidan qaytib kelyapti. U ko'p qavatli binoda turardi. 5-qavatida. Zinalardan ko'tarilayotganda g'alati ovoz keladi. Orqaga qaraganda hech kim bo'lmaydi. Charchagandurman deb yana zinadan ko'tarilishi davom etadi. 2 hamda 3-qavat oralig'ida yana qadamlarni ovozi keladi. Bu safar orqaga qaraganda kloun kulib turgan bo'ladi. Kloun uni orqasidan qiliqlar qilib kulib kelayotgan bo'ladi va u to'xtaganini ko'rib u ham to'xtab qoladi. 3 va 4-qavat o'rtasida bola chidolmay baqirib yuboradi. "Bo'ldi qil, ha qo'rqdim. Buni bilan nimaga erishmoqchisan?" desa, kloun xafa bo'lgandek o'zini ko'rsatadi va o'zini podyezddan zinalarning o'rtasiga tashlab yuboradi. Bola juda qo'rqib ketadi. Sekin yaqinlashib pastga qaraganda klounning tanasidan qon oqayotganligini ko'radi. Shokka tushib qarab turganda yonida kimdir borligini his qiladi. Yoniga qaraganda xuddi o'sha kloun o'zini tanasiga qarab turganini ko'radi.